Sizlar bilan qishloqi va bugun biz Stickman va Legacy'ni kuchaytirishlar sotishda davom etamiz. Ko'plarga yoqmadi. Men oxirigacha o'tmaganim. Shuning uchun o'shalar uchun spesialni bossni ham yengaman. Menga omad tilashingiz mumkin. Biz esa boshladik. Taktikam oddiy. Har doimgidek. Prosta chiqaramiz bitta qilichini, nazoratga olamiz va hujumga o'tamiz. Bossni yengish uchun bitta o'ylab topganman bitta ideyani. Shu uchun yuta olsam kerak. Aytgancha bu o'tni oxirgidan ham qiyinroq. Bir ikki qilishimning sababini bilasizlar. Mashq qilganman men har doimgidek. Bo'ldi. Qurolga roqsiz qoldi raqib. Oxirgi askarlarni yo'qotsak bo'ldi. Hamma uyga. Men ularni chalg'itaman. Ay, chalg'itmas ekanman. Ayni place'lar degan umiddaman. Qasr kamonchilarim. Bu to'chni chaqirmaydimi? Da. Boshqa chaqira olmaydi. Chunki oltini yo'q. Men yovuzman. Bitta sarkarda 3 ta kamonchiga qarshi kim yutadi? Albatta qasr kamonchilari. Nima deb o'ylaydilaring? Sarkarda hech qachon yutilmaydi bularda. Eng muhimi menga ko'proq kamonchi kerak. Дальше подпевасик пойдет. Deyishganidek qolgani ikkinchi o'rinda. Kirkachi birinchi o'rinda bo'lishi mumkin yana. Lekin ekonomika uchun. Hujum uchun emas. 1 2 3 bo'ldi. Kamonchiga yetmaydi. Qilichisi kerak yana. Qanaqa manolarsiz ham, skinlarsiz. Nima ekan işte kristallarsiz ham. Zaklinalarni aytdim. Nima sarkarda chiqarib boshlaymiz уже. Дальше просто 20 turga yetdik, ko'rib o'tirasizlar meni armiya qurayotganimni. Asosiy xavf mana kirkachilar deydi. Bu dальше keyin bossni o'ldirishim g'alatiroq bo'lishi mumkin, lekin ishlaydigan usul. Давай. Aytgancha shu videoning tagida hatto bir 3 tagina like qolsa, men qiyin rejimda o'tishni boshlayman. Stickman va Legacy'ni kuchaytirishlarsiz. Bu hozir oddiy rejim, normalniy. Qiyin rejim bilan tentaklik rejimida o'tishimni xohlasangiz, nomi shunaqa oxirgisini. Yoki telebalik rejimi. Unda like yig'amiz. 3 ta dona yig'inglar, men sразу o'tishni boshlayman. Ishoninglar. Tak. Ovozini eshityapsizlarmi? Bu legendarni qo'shiq-ku. Tushunmadim. Menimcha men bularni yo'q qilgandim shekilli. Tak, texnik nosozlik. Ikkinchi dubl. Salomlashishni ham boshqa tanlamiz desamda. Men bularni o'ldirdim. Ular qaytadan qurish. Yo, qayerdan qaytadan qurdi bu? Eng qizig'i, qayerdan oltin olgan ekan? Shuni ham yo'qotmasam bo'ldi. Ma. Ay. Beldan yedim.
Mayli. Ishlatsang ishlat. Ko'ramiz kim zo'rroq ekan. Baribir meni yuta olmaydi u bot-ku. Bot deganda men o'ynashni bilmaydigan demayapman. Bu просто robot-ku. Bot. Shunday. İki qator sarkarda qolganiga kamonchi yoki bitta haybatli qo'shib ursam ham bo'ladi. Da, bitta haybatli, bitta sehrgar, ikki qator kamon, ikki qator sarkarda keyin bo'ldi. To'chni armiyani kuchlisi bo'ladi. Lekin shu tomondan armiya qurayotgani yoqmayapti menga. O'tgan safargida final deganimda. Просто armiya qurmayotganda shunda o'zimday normalni his qilayotgandim. Hozir esa cho'ta не то. Armiya qurayotganiga. Lavali skin turibdi bularda. Menda esa hech qanaqa skin yo'q. Endi haybatliga yig'ib boshlaymiz. Qo'rqib uyga kirib ketmasin-da, ishqib hozir hujum qilsam. Mana shuni ko'plarning asabini buzatdi. Tepedagi arming tayyor, hujum qilsam, один на один chiqsam desang, qo'rqib uyga kirib ketadi, armiyam kuchsiz deb. Ko'plarga shu yoqmasa kerak. Lekin bar bunlar armiyasi menikidan slabroq. Shu uchun hech narsa qilmasa kerak, qurayotgan bo'lsa ham. Давай. Kavlar, bir ikki. Ketdi. Bu keyin sehrgar qurib to'chda hujum qilaman. O'ynashini mana ularni. Zerikib ketdi bular ham. Narmasda nimaga? Muhim narsa yo'q. Mana krasavchik keldi. Dubinasini ko'tarib. Bir ikki qiladi hammasini. Mana shunaqasi. Qiladi hammasini. Darajı kuchli. Tak. Oxirgisini qursam bo'ldi. Va hujumga! Olg'a armiyam. Yuta olmaydi raqib bizni. Men aytdim-ku, qo'rqib uyga kirib ketadi, armiyani kuchliligini ko'rsa. O'zimdan bu mendan kuchliroq ekan deb qo'rqib qochadi. Nima bu? Qo'rqib. Yana nima jamolab o'tiribsan? Sen tez ishga kirishga kerak. Men sehrgarni o'zim nazoratim ostiga olaman. Ba'zi paytlarda
Bu yerda sirkada qurib sразу. Boshlandi. Hamma uyga kirsin. Chaqiradi, dadasini chaqiradi dedim mana. Ana dadasi keldi. Hozir yutishni ko'rsataman, men uni osongina yo'lini ko'rsataman, yutishdi. Kiyadinlardan chiqasanmi? Mana uni kattaligini qaranglar. Nihoyatda katta-yu. Miyasini qotirish mana shunday. Taktika men. Orqadan urib turaman men. Urolmay qolgan uchun. Yo'q. Yutqizolmayman. O'ziga yetib olish bir azob. Men hech qachon yutqizmayman. Hech qachon. I will engines for the order and fire. Yes. No. G'alaba bolalar. Sigmund War Legacy butunlay kuchaytirishlarsiz o'tildi. G'alaba. Sizlar bilan qishloq edi. Hammaga xayr. Mana achievkani ham oldim isboti. Bo'ldi. Hammaga xayr. Endi boostni ham yutganimga hayron qolmanglar. Sizlar bilan qishloq edi. Like va obunani unutmaymiz. Hammaga xayr.